Assalomu alaykum. Mening atim Shejo. Adistligim bo'yicha programmistman. Turmushga chiqqandan so'ng musulmonchilikka qabul olgan. Mening odamzodga baylanishli birgina so'rovim bor bo'lchi. Qur'onda odamning organlarini almashtiruv turali oyat bormi? Agar bor bo'lsa, uning hukmi qanday? Boshqacha aytganda, u ruxsatmi yo yo'qmi? Agar ruxsat emas bo'lsa, sababi nima uchun? Men bu so'rovni bir do'stimning o'tinishi bo'yicha berdim. Qarindoshimiz organ almashtiruv ruxsatmi je yo'qmi? Qur'onda organlarni almashtiruv bo'yicha emne deydi deb so'radi. Organ transplantatsiyasi je organ almashtiruv turali Qur'onda jana sahih hadislarda hech qanday xabar yo'q. Bu bo'yicha ko'plagan musulmon olimlari cho'g'ilib, qaysi shaharlarda Mekka, Er-Riyod jana Malayziyada bir qator konferensiyalarda o'tkazib, to'monkiday jiyintiqqa kelishgan. Organni 3 shart bilan almashtiruvga ruxsat beriladi. Misali, men yuragimni bera albayım, yuragimni bersem ölüm. Biroq 2 böyrөгüm bolsa, vrach 1 böyrөгüm jetet deb aytsa, eger apamdan 2 böyrögi teng ishten chiqqan bolsa, men 1 böyrөгümni apama berүүmө ruxsat bolot. Oşonda apam dagı men dagı tiriw kalabыз. Demek birinchisi organ berip жаткан donor den soğluğundan oluplu jogotuğa uçurabaş gerek. Ikincisi organ kabul kılıp жаткан kişi üçün ölüm jaşoo maselesi boluş gerek. Üçüncüsü akça üçün je ekonomikалык себептер менен болбош керек. Kişi böyrөгүн сатууга болбойт. Эгер ушул 3 шарт табылса, алымдар айтат, бул учурда орган алмаштырууга уруксат болот. Үмүт кылам сурооңузга жооп бере алдым.